بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم محترم أهل الإسلام birodaron ikrom, hurmatli otaxon, okaxonlar, xususan Alloh taoloning aziz mehmonlari. Mana yaqin kunlarda Ramazon oyining birinchi kunlari qaysi kunda ekan, iftorlik vaqti, saharlik vaqti qachon ekan, tarovihni qachondan o'qirkanmiz degan savollarni odamlarimiz berib turishgan edi. Allohning mana rahmati nozil bo'lib, shunday bir barakot oyi, fazilat oyi, muborak Ramazon oyini bugun 11-kunlari mag'firat dahasiga dohil bo'lib, juma namozida hammamiz safma-saf, qatorma-qator o'tirib, shunday bir fazilatli kunlarni savobidan bahramand bo'lib turibmiz. Mana shu Ramazon oyi boshlangandan beri ko'pchiliklarni ko'rishni Alloh nasib etdi. Ko'pinglarni mana endi ko'rib turibmiz. Fursatdan foydalanib, garchi bugun 11-kunlariga noil bo'lib turgan bo'lsak ham, mana shu kirib kelgan 11 oyning sultoni bo'lgan, jannat eshiklari ochiladigan, do'zax eshiklari yopiladigan, duolarimiz yaratganning dargohida qabul bo'ladigan rahmat oyi, barakat oyi, muborak Ramazon sharif oyi bilan hammanglarni muborakbod qilamiz. Shu bilan birgalikda o'tgan yillari Ramazon oylarida hayot bo'lgan, iftorliklarda qatorimizda turgan, saharliklarda birga o'tirib saharlik qilgan, tarovih namozlarida, xatmi Qur'onlarda saflarimizda turgan, qaysi birimizni otamiz, qaysi birimizni onamiz, qaysi birimizni jigarlarimiz, yor birodarlarimiz mana bu yilgi Ramazonlarga yetolmasdan dunyodan ko'z yumib rihlat qilib o'tib ketishdi. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Shu Ramazonlarga sog' salomat, tinch omonlikda yetib, bu oyni ko'rib turganimiz bilan sizlarni muborakbod qilaman. O'tgan Ramazon oylarida shu fazilatli kunlarni savobidan bahramand bo'lib, ro'zalarni bemalol tutib, lekin bu yilga kelgan paytda uzrli sabab bilan kimga Alloh bir dard berdi, kimga bir boshqa holat, mana shunday holatlarda ro'zalarni tutolmasdan hijolat bo'lib turgan hamyurtlarimizga, birodarlarimizga Allohdan shifoy komillar tilab, o'zimizni hojatimizga o'zimiz yarab turganligimiz bilan, birovning xizmatiga muhtoj bo'lmasdan oyog'imiz bilan yurib ibodatga kelayotganligimiz bilan, iftorlikmi, saharlikmi, bemalol behojat shu ibodatlarni qilib turgan bandalarni qatorida bo'lganligimiz bilan sizlarni muborakbod qilaman. Sizlar bugun juma namozlarida kelib turgan paytinglarda, kechalari ko'zinglarga uyqu kelgan paytlarda ham xatmi Qur'on, tarovihlarda turgan paytinglarda, kunduz kunlari soimlik, kechalari bedorlik, qoyimlik bilan ibodatni qilib turgan bir paytinglarda qancha bandalari adashib yurganligi, Ramazon nima, ibodat nima, Allohdan so'raydigan iltijolar nima bilmasdan, g'aflatda, maishatda, ayshi ishlatda yurgan bir paytda shunaqangi bandalarni qatorida bo'lmasdan, qalbi Xudoning zikriga moyil bo'lgan, o'zini uyiga loyiq ko'rgan, ibodatiga loyiq ko'rgan bandalarni qatorida bo'lishinglar bilan sizlarni muborakbod qilaman. Endi muhtaram aziz birodarlar, ana Ramazon oyi boshlangandan buyog'iga matbuotlarda ham, iftorliklarimizda ham mana bu Ramazonning fazilatlari haqida, Ramazonni insonga beradigan manfaatlari to'g'risida juda ko'p gaplarni gapirib kelishyapti, eshityapsizlar. Avvalo, ro'za degan so'zning lug'atdagi ma'nosi arab tilida siyom, savm degan so'zdan olingan bo'lib, tiyilib turish degan ma'noni anglatadi. Shariatdagi ma'nosi, shar'iy istilohda
subhdan to shomgacha yeyishdan, ichishdan, jimodan, fitna fasodlardan, g'iybat-u ig'volardan, bo'xtonlardan, nafsimiz ijtihod qilgan narsalardan o'zimizni to'xtatib turishligimiz ro'zaga berilgan nisbat bo'lar ekan. Ramazon oyi ro'zasini tutishlik hijratni 2-yili farz qilinganligi kitoblarimizda zikr qilinsa, Allohning kalomi Qur'onda Sura-i Baqaraning 183-oyatida marhamat qilinadiki, sizlardan avvalgilarga ro'za farz qilingandek, sizlarga ham ro'za tutishlik farz qilindi. Shoyatki ro'za tufayli taqvoda bo'lsanglar degan oyat keladi. Mana shu oyatda o'zi dalil bo'ladiki, muhtaram birodarlar, sizlardan avvalgi qavmlarga ro'za tutishlik farz qilindi degan oyatning mazmuni islomdan avvalgi dinlarda ham ro'za bo'lganligi, Musa alayhisalomning davrlarida 40 kundan iborat bo'lgan ro'za bo'lganligi, Isa alayhisalomning davrlarida ham ro'za tutilganligi, qadimiy tibetliklarda ham ro'za bo'lganligi, Nasoro diniga mansub bo'lgan dinlarda ham 40 kun mobaynida hayvon go'shtidan saqlangan holatda tutiladigan ro'zalarni bo'lganligi, ilohiy bo'lmagan samoviy dinlarda ham ro'za tutish bo'lganligi, ya'ni mana shu oyatda aytib turibdiki, sizlardan avvalgilarga farz qilingandek ro'za sizlarga ham farz qilindi. Shoyatki ro'zada taqvoda bo'lsanglar. Endi Ramazon oyi 30 kun davom etadigan ro'za. Ramazon odamlarga nima beradi? Qanaqa manfaatlarni o'zimizda olamiz? Nima narsalarga o'rganib qolamiz? Mana shu Ramazon oyida insonga bo'ladigan birinchi foyda taqvoga o'rgatar ekan. Oyatda o'zida kelib turibdiki, shoyatki taqvoda bo'lsanglar. Taqvo degan so'zning lug'atdagi ma'nosi saqlanish. Ro'za ham saqlovchi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, "Ya Allohning rasuli, taqvo deganda nimani tushunamiz? Taqvo o'zi nima?" dedilar. Shunda janob payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam taqvo deganda misoli bir ekinzor tikondan iborat bo'lgan. Tikonzordan o'tasiz. Tikonzordan yalangoyoq yurib, biron bir oyog'ingizni shilmasdan, biron bir joyini tilmasdan, biron bir joyga zirabcha kirgizmasdan, qonatmasdan, gard yuqtirmasdan o'tib ketish xuddi bu taqvoga berilgan nisbat. Dunyoni payg'ambarimiz shunday ta'rif qiladilarki, tikonzorga o'xshagan. Har bir qadamimizda gunoh, har bir qadamimizda ma'siyat, har bir qadamimizda xato, unutishlik, turli xil to'sqinliklar. Shunda to'sqinliklardan, xatolardan, gunohlardan o'zimizga gard yuqtirmasdan saqlanib o'tishlik bu taqvo bo'ladi. Ro'zani insonga o'rgatadigan taqvosi nima? Mana o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar. Ramazondan avval ichkilikka ruju qo'ygan odamlar, mukkisdan ketgan odamlar, surunkali shu narsaga o'zini urgan odamlar ham ayrimlari Ramazon oyi kirishi bilan o'zini to'xtatib, ibodat qilib, Allohdan qilgan gunohlarini mag'firatini so'rab, bir xillari qatorimizda kelib tarovih namozlarida, xatmi Qur'onlarda qatnashib, Ramazon oyi keldi. Mana shu qilingan ibodatlarim fosiq bo'lib qolmasin, qilgan xatolarimni Alloh kechirsin deb turganligini guvohi bo'lasizlar. Bir xil og'zi polvon bo'lgan, fitna fasoddan o'zini to'xtatmaydigan, g'iybatdan o'zini to'xtatmaydigan, yolg'ondan o'zini to'xtatmaydigan insonlar ham Ramazon kelgandan keyin og'zidan chiqayotgan gapiga e'tibor berib gapirayotganligi, tilimdan behuda gap chiqib qolib, ro'zamga bir ziyon yetib qolmasin, nuqson yetib qolmasin, Ramazonda tutayotgan ro'zam fosiq bo'lib qolmasin deb o'zini to'xtatib turganligi, o'zini har qanday fahsh yo'llarga urib, hazar qilmasdan yurgan insonlar ham Ramazon oyi kelishi bilan shahvatni chegarasini belgilab, o'zini tutib,
har qanaqangi yomonliklardan to'xtatib turganligi, ya'ni bu insonni ro'zada insonga beradigan yaxshiliklardan bittasiki, mana shu ro'zada odatlanib qolgan yaxshiliklar shoyatki Ramazondan keyin ham davom etib qolsa, ro'za insonga beradigan yaxshiliklari insonni mana bu ro'zadan keyin ham bemalol shunaqangi yaxshi yo'llarda yurib, o'zini xatosini tushunib qoladigan insonlardan bo'lsa degan ma'no chiqadi. Ikkinchisi, Ramazon oyini eng yaxshi hikmatlaridan bittasi salomatligimizni tiklanib qolishiga bir imkoniyat tug'ilar ekan. Ro'za paytida ketma-ket izdihomlar, ertalab ko'zingizni ochishingiz bilan katta izdihom, nahorga oshga borasiz. 11 mi, 1 mi, asrmi, ketma-ket izdihom xonadonlarga kelgandan keyin dasturxonning ustida o'tiramiz. Mana shunaqangi intizomsiz yeyilgan, behuda har xil holatlarda o'zimizni bilmasdan tanovvul qilingan taomlar insonni salomatligiga salbiy bir ta'sir ko'rsatishi, Ramazon oyi kirishi bilan bu narsani bir intizomga tushib qolishi, insonni jismidagi ortiqcha narsalarning yo'qolib ketishiga sabab bo'lish insonni salomatligiga beradigan foydalardan bittasi ekan. Bu yerda mana bolalarimiz, yosh ukalarimiz, jumladan meni o'zim ham ko'rgan emasman, ko'rgan odamlar o'tirishibdi. Kecha boshimizdan o'tgandek o'zligi guvoh bo'lib yig'lab gapirishadiki, mustabidlik davrida, kommunistlar mafkurasi davr surgan paytlarda Ramazon oyi yaqinlashishi bilan televideniyada har xil ko'rsatuvlarni paydo bo'lishi, ayniqsa tibbiyot xodimlarini olib chiqib ro'zani odamlarga zararli, ziyonli deb odamlarga tushuntirishga harakat qilish, davlat korxonalariga, mahalla muassasalariga ma'ruzachilarni yuborib, Ramazon oyida tutiladigan ro'za insonlarga yomon ta'sir qiladi degan mavzularda suhbatlar qilishlik, maktablarda chora tadbir ko'rib, zo'rlab bo'lsa ham bolalarni og'ziga non tiqib bo'lsa ham ro'zasini ochiradigan holatlar bo'lganligi haqiqat. Bu narsa afsona emas. Ana endi bugun muhtaram birodarlar, shu narsani haqiqatligini bilib yetib, o'sha paytlarda o'zimizni millatimizdan chiqqan, musulmonchilikni da'vo qilib turgan odamlar ro'zani ziyonli deb odamlarga tushuntirib turgan paytda o'ris olimlar, Moskvada Nikolayev, Lukin degan professor odamlar ochiq haqiqatlar nomli kitoblarini yozib, ixtiyoriy och qolish yo'li bilan odamlarni davolash, ixtiyoriy och qolish insonga beradigan foydasi, ixtiyoriy och qolishni tadqiqotlarini samarasi haqida, jumladan musulmonlarning ro'zasini fazilati, foydalari haqida yozgan ekanlar. Amerikalik Paul Brek degan yozuvchi odam o'zini 50 yillik tajribasi asosida Ochlik mo'jizasi degan kitobni yozib, jumladan ixtiyoriy och qolishni musulmonlarning ro'zasidagi fazilati va insonlarga beradigan foydalari to'g'risida batafsil to'xtalib o'tgan ekan. Bular g'ayri din bo'lgan, musulmon bo'lgan emas. Bular g'ayri millat bo'lgan, millatdosh bo'lgan emas. Ana endi bugungi kunda haqiqat egilsa ham sinmaydi degan gap o'zini ro'yaga chiqqanligini amalda tasdiq qilib, hozirgi kunda ho saharligimiz bo'lsin, ho iftorligimiz bo'lsin, matbuotlarda Ramazonni fazilati, Ramazonni shukuhi to'g'risida bir qancha suhbatlar bo'layotganligi, insonga beradigan foydasi, salomatligini tiklanishi yo'lidagi xizmatlari to'g'risida batafsil ma'ruzalar bo'lib turganligini guvohi bo'lib turibsizlar. Bu Ramazonni insonga beriladigan ikkinchi foydasi ekan. Uchinchisi, muhtaram birodarlar, nafsimizni ustidan g'olib bo'lar ekanmiz ro'zada. Nafs shayton bilan insonga dushman bo'lgan eng yomon illatlardan bittasi ekan. Agar nafsimizni so'ziga kirsak, nimalarni qilmaymiz? Shahvoniy hirs, yeyish, ichish, turli xil balolarga giriftor bo'lish, ko'pincha nafsini qo'lidan berib qo'ygan, nafsiga qul bo'lib qolgan odamlarning hayotida bo'lar ekan. Lekin ro'za nafsni ustidan g'olib bo'lib, mana shu ro'za tufayli o'zimizni to'xtatib turishimiz, nafsimizdan g'olib bo'lishlik bo'lar ekan. To'rtinchi, ro'zani insonga beradigan foydalaridan bittasi, farishtalarning sifati bilan sifatlanar ekanmiz. Qanaqa qilib ro'za tutgan odam farishtalarning sifati bilan sifatlanadi? Farishtalarda yeyish yo'q, farishtalarda ichish yo'q,
Farishtalarda jimo yo'q. Farishtalarda fitna yo'q, fasod yo'q. Roza tutgan odam ham yeyishdan, ichishdan, jimodan, fitna fasoddan o'zini to'xtatib turgandan keyin farishtalarning darajasiga, maqomiga yetgan ulug' bir darajani qo'lga kiritar ekan. Ana undan keyingi ro'zani odamlarga beradigan foydasi insonning qalbi musaffo bo'lar ekan. O'zingizlarni boshingizlardan o'tyapti. Bir sabab bilan bir kun ro'zani tutolmay qolsangiz, yo bir dardga chalinib qolsangiz, insonning vijdoni qiynalib ketadigan bir holatda inson ro'zani tutgandan keyin nihoyasiga yetganda dasturxonning ustida o'tirgan paytda qalbi musaffo bo'ladi. Janob payg'ambarimizdan hadis borki, ro'zador bandaga Alloh ikki xil xursandchilikni ato etadi. Birinchi xursandchilik iftor vaqti yaqinlashgan vaqtda xursand bo'lar ekan. Ikkinchisi, meni dargohimga kelgan paytda meni o'zim xursand qilaman deydi Alloh. Iftorning vaqti yaqinlashganda bekami ko'z shu ro'zani tutdim, nihoyasiga yetkazdim. Endi hozir og'zimni ochib mana shu nozi ne'matlarga og'zim tegadi deb bir xursand bo'lsak, og'iz ochilgandan keyin tutgan ro'zamiz uchun Allohning dargohida yana bir xursandchilik bo'lar ekan. 10 dan 700 darajagacha Allohning savobi bo'lar ekan boshqa ibodatlarda. Lekin Alloh marhamat qilyaptiki, bandamni qilgan jami amallari o'zi uchun, lekin ro'zasi men uchun. Ro'zani savobini men beraman. Bu hadisning sharhi nima bo'ladi? Mana jumaga keldinglar. Ming odamni ko'zini oldida hozir namoz o'qiysiz, xalq ko'ryapti. 5 mahal namozni ham odamlarning oldida qilamiz. Zakot bersak, zakotimizni olgan odam bilyapti. Yo bo'lmasam hajga borsak, million odamning o'rtasida haj qilyapmiz. Kelgandan keyin 1000 ta odamni chaqirib osh berib ma'lum qilyapmiz. Lekin roza Alloh bilan bandaning o'rtasidagi sir, Xudodan boshqa hech kim bilmaydi. O'zini shahvatini, nafsini tiyish, o'zini borlig'ini Allohga baxshida qilish bu ro'zador odamdagina bo'ladi. Bandam meni uchun nafsini tiyib, shahvatdan tiyilib, yeyish-ichishdan tiyilib turibdimi? Roza tutdi deb yozib qo'yinglardir ekan farishtaga Alloh. Savobini meni o'zim beraman. Uni savobini hech kim bilmas ekan, darajasini qanaqaligini. Shunday bir darajani Alloh qalbi musaffo bo'ladigan xursandchilikda ro'zador bandasiga berar ekan. Undan keyingi ro'zani savobi insonda muhtaram birodarlar qilgan tutgan ro'zasi tufayli gunohlari mag'firat qilinar ekan. Payg'ambarimizning hadislarida qaysiki ummatim savob umidida ro'zadorlikda ro'zalarni tutib o'tkazsa, jami gunohlari Allohning dargohida mag'firat qilinadi degan ekanlar. Ana undan keyingisi ro'zadorga yana bo'ladigan foydasi sabrga o'rgatar ekan. Oldimizda saraton yozlari turibdi. Yoz kunlarida keladigan ro'zalar bor. Issiq kunlarda jaziramada tutiladigan ro'zalar, soat 9 dan oshgandan keyin iftorlik qiladigan davrlar bo'ladi. Yozgi kunlarda lav bir-biriga yopishib ketadigan paytlar bo'ladi. Har qancha tashna bo'lsangiz ham, suv sirasangiz ham o'zingizni to'xtatasiz. Mana shu ro'zamga nuqson yetmasin, ro'zam fosiq bo'lib qolmasin, chiroyli nihoyasiga yetkazay deb sabr qilish, kasal bo'lib qolish holatlari bor. Shunday holatlarda ham tishni tishga qo'yib ro'zani ochmasdan olib boradigan odamlar bor. Bu sabrga o'rgatar ekan. Undan keyingisi rahm shafqatga o'rgatar ekan. O'zi och bo'lgan odam, o'zi zaiflikda yurgan odam atrofdagi ochlarning qadriga yetar ekan. Zaiflarning qadriga yetar ekan. Mana shunday bir ro'zani fazilati, insonlarga beriladigan foydalari ulug' bir fazilatlardan iborat ekan. Endi Ramazonga oid bo'lgan hukmlar to'g'risida gapirib o'tmoqchimiz. 10 kundan buyon iftorlikda yuribmiz. Iftorliklarda odamlarning orasida har xil mahallalarda bo'lyapmiz. Har xil ixtiloflarni guvohi bo'lib qolyapmiz. Bilimdonlar ko'payib ketgan, fatvo beradiganlar ko'payib ketgan. Ayrim odamlar oldin namozni o'qiymiz, ana undan keyin og'izni ochamiz. Qolgan odamlar yo'q. Oldin og'zimizni ochib, ozgina nafsga orom berib, taskin beraylik, ana undan keyin namozni o'qiymiz deydigan odamlar bo'ladi. O'rtada masala talashib qolayotgan odamlar bor. Shuning uchun janob payg'ambarimizning muborak hadislarida meni ummatim uchun o'z vaqtida iftorlik qilish xayrlik degan ekanlar.
Bunaqangi masala talashmasdan namozni vaqtini iftorni oldinroq qilib, og'zinglarni ochib, bemalol o'tirib nafsga ozgina taskin berganinglardan keyin namozga turib namozni ado etinglar. Bir xil odamlar 1 minut o'tib ketdi-yu, 1 minut oldini ochib qo'ydik yo keyin ochib qo'ydik deb to'polon qilib odamlarni ko'rdik. Hali aytib o'tilgandek, payg'ambarimizning davrlarida soat ham bo'lgan emas, kalendar ham bo'lgan emas. Shomning vaqti kirdimi, iftorlikning vaqti zohir bo'ldi. Masala talashishga hojat yo'q. Ko'r odamga ham ma'lum bu narsa. Talashib to'polon qilishga, iftorlikni dasturxonning ustida munozara qilishga, bahs yuritishga bu yerda hech qanaqangi hojat yo'q, birodarlar. Mana shu shomning vaqti kirib kelishi bilan iftorlikning vaqti boshlanadi. Masala talashmasdan 1 minut undoq ekan, 1 minut mundoq ekan deb bir-biringlarni dilinglarni iftorlik dasturxonning ustida siyoh qilmasdan bemalol iftorliginglarni qilinglar. Ikkinchisi, iftorlik vaqtida janob Rasulullohdan hadis bor. Dunyoni so'zlarini qo'yinglar. Bozordagi dollardan tortib sotilayotgan narx-navo molni, siyosatni, tijoratni o'zini holiga qo'yinglar. İftorlik vaqtida duo qilinglar. Payg'ambarimizdan hadis bor. 3 xil duo bor, qabul bo'lmasdan ilojisi yo'q. Birinchisi, odil podsholarning qilgan duosi Allohning dargohida qabul. Ikkinchisi, zulmda yurgan mazlum odamning duosi qabul. Uchinchisi, kun bo'yi roza tutib, rozadorlikda kunini o'tkazgan bandani duosi Allohning nazdida qabul bo'lar ekan. Shunaqangi paytda roza iftorlik vaqti yaqinlashganda duo qilinglar. Dilinglardagi niyatlaringlarni Allohdan so'rab, iltijo qilib, Allohning o'ziga yalinib, yolvorib, dasturxonlarning ustida qilingan iftorlikdagi duo qabul bo'lmasdan ilojisi yo'q. Bir xil odamlardan eshityapmiz. Qoraka hadisda dalil bor ekan. Janob Rasululloh o'tar roza tutgan ekanlar. Biz tutsak nima qildi? Biz ham saharga turmasak bo'ladi-ku degan savollarni bergan odamlarni eshitdik. Ha, hadis bor. Payg'ambarimiz o'tar roza tutganlar. Lekin payg'ambarimiz o'tar rozani tutganlardan keyin sahobalar ko'rib qiynalib qolishdi. Juda ham tushkunlikka tushganlardan keyin, ey birodarlar, menga Xudo bergan quvvatni sizlarga bermagan. Menga 5-6 insonning nubuvvatini, quvvatini berib qo'yibdi. Sizlar joninglarni qiynamanglar, toqatinglardan ortiq narsani qilmanglar. Saharlikka turing, saharlikda baraka bor degan ekanlar. Xudo bilan bandaning o'rtasidagi pardani ko'tariladigan vaqti sahar vaqti. Allohning rahmat eshiklari ochiladigan payt sahar vaqti. Munodiy kelib nido qiladigan vaqt sahar vaqti. Ey banda, so'ragin, talabingni men beraman deydigan Xudoning rahmati jo'sh urgan payt sahar vaqti. Shunda saharliklarga turib, g'aflatda yotmasdan, bola chaqani atrofida o'tirib, 2 rakat nafl namozini o'qib, Xudo qodir qilguncha Qur'ondan o'qib, duo qilib el yurtda haqqiga Allohdan so'raydiganinglarni so'rab turishinglar, bu narsa mana shu maqsadga muvofiq sahar vaqtlaridagi duo qabul bo'ladi. Endi iftorlik masalasida ayrim odamlarimizda tushuncha bor. Otam o'ldimi? Bu yil iftor qilmasam bo'lmas ekan. Qizimni erga berdimmi? Quda chaqiriq qilib iftor qilmasam bo'lmas ekan degan xayolga borayotgan odamlar bor. Iftorlik farz emas, vojib emas. Iftorlik bu savob. Imkoningiz bo'lsa odamlarni chaqiring, dasturxon yozib iftorlik qiling. İmkon bo'lmagan odamlar shuni hajmida kiyim boshmi, oziq ovqatmi, biron bir nochor xonadonlarga yordam ko'rsatsa, iftorlikni savobiga ega bo'ladi. Tarixchi Xondamirni yozishicha, shariat mulkini sultoni bo'lgan Hazrati Navoiydek zotam iftor paytlarida odamlarga sovg'a salom ulashganliklari, g'arib g'urabo, faqir fuqarolarning holidan xabardor bo'lganliklari, dasturxon yozib odamlarni saharlikka, iftorlikka chaqirganliklari to'g'risida ilohiy manbalarda hujjatlar kelgan. Ana bu narsa iftorlik muhtaram birodarlar. Quda chaqiruv bo'lgan joylarda boshqa ishlar bo'lib ketayotganligini ham ko'rganmiz. Iftorga yig'ilgan odamlarning orasida. Shuning uchun bu iftorlik. Men albatta qudamni chaqirishim kerak ekan. Otam o'ldimi, iftorlik qilishim shart ekan degan xayol sizlarda bo'lmasin. Bu narsa hali aytganimizdek
farz emas, vojib emas, lekin savob. Qaysiki bir ummatim bir ro'zador odamni bir xurmo bilan yo bir qultum suv yo sut bilan og'zini ochirsa, jannatga kirguncha chanqamaydigan darajani Alloh nasib etadi degan payg'ambarimizning hadislari bor. Iftorlik qilgan odam savobga ega bo'laveradi. Endi yana odamlardan iftorlikka doir bo'lgan savollar ko'pincha iftorliklarda bo'lyapti. Muolaja masalasi. Ro'zador odam kasal bo'lib qoldik, qoraka. Ukol masalasi qanaqa bo'ladi? Ukol olsak ro'za ochiladimi, ochilmaydimi? Hammom masalasi, g'usl masalalari to'g'risida savol berayotganlar bor. Ulamolarimizning fikrini o'rgandik. Ularning fatvosida ikki xil ukolni gapirishdi. Birinchisi teri ostiga yuboriladigan ukol, ikkinchisi tomirdan yuboriladigan ukol. Bu kapinisi bo'ladimi, tomchi ukol bo'ladimi? Teri ostidan yuborilgan ukol ro'zaga ziyoni yo'q deydi. Ro'zani ochilmaydi. Lekin tomirdan yuborilgan ukol odamning ichki a'zosiga g'izo bo'lib kirishligi, quvvat bo'lib kirishligi, ro'zani ochilishiga sabab bo'ladi degan fikrni fatvoni berishdi. Lekin odam bexavotir bo'laman desa, og'iz ochilgandan keyin imkon bo'lsa, iftordan keyin ukolni olish maqsadga muvofiq degan fatvoni bergan olimlarimiz bo'ldi. Endi o'spirinlar jamoasi o'tiribdi. Yigitchilik, erkaklik, odamda har xil holat bor. Kunduz kuni uyquda ixtilom bo'lish bor. Oldimizda namoz turibdi, iftorlik turibdi. Junub holatda bo'lib qolamiz. Bunga shariatimiz ijozat berganmi? Ro'zador odamni yuvinishi, g'usl qilishi qanday bo'ladi? degan savollarni bergan odamlar bo'ldi. Bunaqangi paytlarda g'usl qilishga ijozat bor. Lekin zovurlarda emas, katta hovuzlarda emas, katta anhorlarda emas. Katta suvga tushgandan keyin inson o'zini idora qila olmaydi. Suv qatizdan kirganini o'zingiz bilmaysiz, ro'za ochilib ketadi. Ehtiyot qilib, g'usl holatida ustimizdan suv qo'yib cho'milishlikka shariat ijozat beradi. Ro'zador odamni misvak ishlatishi mumkinmi? Misvak ishlatishi mumkin. Lekin payg'ambarimizdan hadis bor ekanki, ro'zadorning og'zidan kelgan hid Allohning nazdida mushka ambarning hididan ham afzal bo'ladi. Ovqat hazm qilingandan keyin, peshindan keyin insondan og'zidan chiqadigan hid bo'ladi. Bu maqtovga sazovor emas. Lekin hadisda jannatda mushka ambarning hididan ham afzal. Shu hidni yo'qotmaslik uchun peshindan keyin iftor vaqtigacha misvak ishlatishni ulamolarimiz maslahat berishmaydi. Mana shu narsa ro'zador odamlarga Ramazon oyi davomida kerakli bo'lgan, bilishimiz lozim bo'lgan vazifalardan bittasi. Xudo xolasa mana bundan keyingi ro'zalarimizda ham Alloh qodir qilguncha fitr sadaqasi va Ramazondagi boshqa hukmlar to'g'risida ham xabar beramiz. Endi bugun mag'firat dahasida turibmiz. Mag'firat degan so'zni ma'nosi nima? Mag'firat kechirish degan ma'noni beradi. Bir-birimizni xatolarimizni kechiradigan, o'rtamizdagi adovatlarni unutadigan, bir-birimizga chiroyli bir munosabatni davom ettiradigan daha mana shu mag'firat dahasida bo'lar ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki, minbarga chiqib xutba qildilar Ramazon oyida. Birinchi minbarga qadam qo'yganlarida amin dedilar. Ikkinchisiga yana qadam bosdilar, amin dedilar. Uchinchisiga qadam bosdilar, amin dedilar. Shunda biz taajjub qildik. Ya Allohning rasuli 3 marotaba amin, amin, amin dedingiz. Buni sababi nima dedik? Shunda Rasululloh, men minbarni birinchi pilla poyasiga qadam qo'yganimda Jibril alayhisalom keldilar. Ey birodarim Muhammad, Allohning habibi, qaysi ummating Ramazonga salomat yetsa, tanasida joni omon bo'la turib, imkoniyati bo'la turib, qodir bo'la turib Ramazon ro'zasini tutmasa, o'shanda ummating xor bo'lsin dedilar, men amin dedim. Ikkinchisi pilla poyiga qadam qo'ydim. Ey birodarim Muhammad, Allohning habibi, qaysi ummating Ramazonga yetsa-yu, tili fitna fasoddan to'xtamasa, g'iybatdan to'xtamasa, ig'vodan to'xtamasa, o'shanda ummating xor bo'lsin dedilar, men amin dedim. Uchinchisi, ey birodarim Muhammad,
qaysi ummating Ramazonga salomat yetib, shu Ramazonda ota-onasini hayot topsa, ota-onani duosini shu oylarda ola olmasa, xizmatini qila olmasa, xor bo'lsin dedilar, men amin dedim. Ya'ni muhtaram birodarlar, bu gapni gapirishimiz bejiz emas. Otalarimiz bor, non choy bilan saharlik qildik. Iftorlikda ota xolis nima deydigan bolalarimizni ko'rmaymiz deb shikoyat qilganlar bo'ldi. Ya'ni shunday kun, Ramazon oyi duo qabul bo'ladigan, ijobat bo'ladigan, bitta savobga 10 ta savob yoziladigan, boshqa oyda qilingan ibodatga bu oyda darajasi afzal savob yoziladigan kunlarda ota nima yeysiz, nima iftorligingizni xizmati bor, saharlikka nima xizmat bor deb xizmat qiladigan, imkon qadar ota-onani duosini oladigan fazilatli kunlarda turibmiz. Shularni g'aflatda o'tkazib qo'yayotgan bolalarimiz, opa-singil yori birodarlarimiz bor. Lekin ota-onani xizmatini qilib, duosini olayotganlar ham bor. Alloh bularga farzandlardan qaytarsin bu kunlarni. Yana bir narsani men ta'kid qilmoqchimanki, Ramazon ulug' oy. Uni savoblari, ajrlari behisob. Ramazonning 3-kuni men iftorlarda gapirdim. O'zbekistonga tijoratchi ukalarimizni bittalarini firmalariga Sankt-Peterburg shahridan o'ris birodarlarimiz mehmon bo'lib kelishdi. Tushlik vaqtida majbur bo'lib ovqatga taklif qilsak, sizlarda Ramazon oyi ekan, shunaqangi bir ulug' oy ekan, musulmonlarning bayrami, duosi qabul bo'ladigan kunlar ekan, ko'pchilikning oldida ovqat yeyish bizga noqulay bo'lib turibdi. Imkon bo'lsa mehmonxonaga olib borsanglar, o'sha yerda ovqatlansak degan gapni gapirishibdi. Bozorga tushsangiz, boshiga oq do'ka ro'mol o'ragan onalarimiz, soqol qo'ygan otaxonlarimiz, nuroniy akalarimizni bemalol namoyishkorona odamlarning oldida o'tirib, somsaxo'rlik qilib, kavobxo'rlik qilib, shopirib choyxo'rlik qilib o'tirgani, challarga kelgan xotinday ovqatlanib o'tirgan odamlarni ko'rdik. Bu haqiqat. Muhtaram birodarlar, bir odam roza tutib turgan bo'lsa, shuni tutgan rozasi tutgan ekan, ibodatda ekan, men o'zimni nafsimni tiyib roza tutmagan odam to'xtatib tursa, qilgan ishiga yarasha savob oladi. Bir xil odamlarimiz qoraka iftordan oldin bir roq kirib ketsangiz, duo qilib ketsangiz deb taklif qilishyapti. Iftordan oldin kirsak, xonadonlarda bemalol ovqat yeb o'tirgan joylarni ko'ryapmiz. Ramazonning hurmati bor, o'zi 30 kun davom etadigan Ramazon. Shunda oylarni g'animat bilaylik. Odamlar tasbih bilan, xatmi Qur'on bilan, kechalari tarovih namozlari bilan band bo'lgan paytda qo'lidan narda tushmayotgan, karta tushmayotgan, ayshi ishrat maishatdan bo'shamayotgan insonlarning borligi ham haqiqat. Kelasi Ramazonga kim bor u, kim yo'q? Bugun siz biz yetib turibmiz. Kelasi Ramazonlarga qaysi birimiz yetamiz? U Allohning izmida. Shuning uchun birodarlar, bu oyning hurmatini yerga urmasdan, baqadri imkoniyat chiroyli bir ibodatda o'tishligimizni Alloh nasib etgan bo'lsin. Kelasi Ramazonlarda, jumalarimizda fitr sadaqaning hukmlari inshaalloh, hali uni zakotning nisoblari, shu bilan birgalikda 3-10 kunlikda bo'ladigan ibodat, e'tikof masalalari va mana shu hukmlar haqida Laylatul Qadr kechasining fazilatlari to'g'risida ma'lumot beramiz degan umiddamiz. Endi Ramazonda duo qabul bo'ladi. Shu yerda akalarimizdan duo talab qilgan odamlarimiz bo'lishibdi. Bu akalarimizdan birlari ushbu ulug' kunlarda yaratgan Allohdan jumla mo'minlar qatorida qizimga oq yo'l berishini hamda kelinimni dardiga shifo berib, o'g'lim bilan qo'sha qarib, ularga aqlli, xushli, umri bilan qilib beradigan solih bir farzandlarni ato etishni so'rab, jamoatdan duo olib bersangiz deb sizga hurmat bilan muxlisingiz Shuhratilla akamiz duo talab qildilar. Jamshidjon birodarimiz otalari Abdug'ani akamizni haqqiga, otamni haqqiga bir duo qilsangiz, mana biz farzandi solih bo'lib, el yurtga xizmat qiladigan bo'ldik, yurtga qo'shildik, otamizning xizmatlari ko'p, otamizga bir duo qilasiz dedilar. Jamoatimizda xizmatda yuradigan, mahallamizning eng hurmatli odamlardan, halol, pokiza akalarimizdan Ilhom akamiz ayollari Arofatxon onamizni haqqiga duo talab qildilar. Ancha yillardan beri ayolim betob bo'lib yotibdi. Jamoatdan shunday Ramazon kunlari duo to'silmaydigan soniyalarda bir duo talab qilib bering degan talablari bo'ldi. Bir duo qilamiz.
Shuhratilla akamizni ham qizlariga Alloh oq yo'l bersin. Yaxshi farzandli sog'liqlar berib, kelinlari bilan o'g'illari qo'sha qarib farzandlarga bosh bo'lishni Alloh nasib etsin. Jamshidjon birodarimizni otalari Abdug'ani akamizni tanijonlarni salomat qilib, kenayimiz bilan qo'sha qarib Alloh bergan farzandlarning rohatini ko'rishni nasib etsin. Ukalarimizni ham Alloh tanijonni salomat qilib, otalariga o'xshab el yurtga xizmat qiladigan farzandlardan bo'lishni nasib etsin. Qolaversa, mana bu Ilhom akam, Arafat onamizni haqlariga duo talab qilyaptilar. Alloh dard bergan qudratidan shifoi komillar bersin. Juma kunida Ramazon oylarida turib duo qilyapmiz. Jami bemorlarimizga o'zing dard berding, qudratingdan shifo bergin. Shularning qatorida bu onaxonimizni ham dardlariga o'zing shifo bergin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Robbana ighfir lana va li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman va la taj'al في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.